Assalomu alaykum. Mana bugun adamni tug'ilgan kuni tabriklagan oq uyga keldim. Hammadan shu tabrikni olib, chiroyli qilib video qilib qo'ymoqchiman. Eng muhimi hamma ota-onalarimizning umri uzoq bo'lsin, baxti butun bo'lsin, Alloh panohida bo'lsin, dunyo turguncha turishsin. Yomon ko'zdan, suqnapasdan, yomonlikdan o'zi asrasin. Hammamizning uyimizda bizani eng fayzni beradigan shu ota-onamiz. Ular uchun duo qilaylik. Hammamizning rohatimizni ko'rib yurishsin. Amin. Ko'zingizda yoshingiz ushlab Men xohlayman shunaqa uyimizda har doim to'la bolalarga bo'lib yursin. Qaranglar, qanaqa zo'rda, bolalardan mazza qilib energiyalanib olasizlar. Meni faqat bolalar ilhomlantiradi. Mana mashlarga zo'r qilib kolleksiya qilgim kelyapti. Shu duo qilaringlar, shu kolleksiya nimagadir cho'zilib qolyapti-da. Будьте Нашего любимого дедушку желаем ему долгих лет счастливой, здоровой жизни. Пусть он всегда будет здоровым, счастливым, любимым. Хорошо. Мы желаем дедушке долгих, счастливых, здоровых лет жизни, чтобы он дожил до 100 лет. Хорошо. Был Аминь. здоров Аминь. и радовался каждому дню. Аминь. Аминь. Асалам. Аминь. Я с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы долго жил. Молодец, мой сладкий. Я желаю счастья, здоровья, чтобы дедушка никогда не болел. Молодец. Аминь. Я желаю, чтобы дедушка жил долго, счастливо, никогда не болел. Аминь. Я дедушку люблю. Поздравляешь? Чтобы дедушка был всегда счастлив, никогда не болел, чтобы был всегда красив. Аминь. Я желаю счастья, здоровья, любви крепкого. Мы его любим, долгих лет жизни. Спасибо. Siz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun. Issiq uyda shirin choy uchun. Dard ko'rmang, ko'rmang.